Assalomu alaykum qadrli o'quvchilarimiz. Bugun sizlar bilan o'tgan gal gaplashgan ayni Keepa platformasida formamizni, ya'ni to'ldirilgan formamizni, formamizdan kelib chiqqan bizani mahsulotlarimizni qanaqa qilib sortirovat qilib va qanaqa qilib o'zimizga keyingi etapimizga, ya'ni поставщик qidirishimiz uchun kerak bo'ladigan spiskamizni tayyorlash va qanaqa qilib filtrimizni kichkinalashtirishi gaplashib o'tamiz. Qaraydigan bo'lsak, o'tgan gal sizlar bilan qaraganimizda mana shu formani полностью to'lg'izganmiz. Lekin to'lg'izganimizdan keyin bizda 30.380 ta produkt chiqqan. Bizga bu slishkim ko'p va bu ichida hali kerak emas produktlar juda ham ko'p. Endi buning ichidan biz sizlar o'zimizni kamaytirib va ko'proq kerakli bo'lgan produktlarni va kerakli ishlaydigan produktlarni, ya'ni mahsulotlarni o'zimizga tayyorlab olishimiz kerak. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, Find Products knopkasi bor, shuni bosamiz. Ko'rayotganinglardek, sizlarda bitta qanaqadir list chiqdi. Endi shu listni bittama-bitta o'rganib chiqamiz. Birinchi rasmi, keyin nomlanishi, keyin brendi va nomlanishida ko'rayotganinglardek pastda, o'ng taraf pastda bizda Keepa o'zi diagrammasini ham beryapti. Lekin bu diagrammasiga hozircha ahamiyat bermaymiz. Bu yoqdagi tepadagi narsalarni o'qiymiz. Brend nomi, hozirgi bo'layotgan BSR nomeri, oxirgi 90 kun, ya'ni 90 kunlik o'rtacha bo'ladigan BSR nomeri, oxirgi 30 kun, 90 kun va 180 kunda qanaqa o'zgarishli bo'lgan BSR ga nisbatan. Endi hozirgi narxi, necha marta sotib olingan oxirgi marta va yana bitta narx, ya'ni hozirgi o'zi sotuvchilar narxi va buyboxdagi narxi. Ko'rayotganinglardek, bu yerda ikki xil. Endi buybox selleri shu Yeti Authorized o'zi. Bundan nimani tushunsak bo'ladi? Bu yerda bizda Yeti, ya'ni Yeti brendi, Yeti'ni produksiyasini, ya'ni mahsulotini o'zi sotyapti degani. Agar eslasanglar, biz o'tgan gal darslarimizda Asin Spotlightdan brendlarni yoki boshqa narsalarni o'zimiz uchun spiska qilib, haligi spiskada qaysi brendlarni sotish huquqiga ega va sota olmasligimizligi haqida informatsiyaga ega bo'lgan edik. Endi o'sha yerdagi bo'lgan spiskamizda agar bizga mumkin emas bo'lgan brendlarni ko'rib uchratib qoladigan bo'lsanglar, joyida olib tashlaganimiz ma'qul bu narsani, chunki ertaga bu prosta bizga xalaqit beradi. Endi bittama-bitta tekshirishga o'tamiz. Ya'ni Yeti ko'rasizlar, mana shu produkt. Agar biz mana bu spiskaga ahamiyat bermaydigan bo'lsak, biz o'zimizni bu yerda ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bittama-bitta hammasini Amazonning ichidan. Mana listing. Shu produktning listingi. Ko'rayotganinglardek, Yeti brendi va sotayotgan odam ham Yeti Authorized va boshqalar, ya'ni ichida почти hech kim yo'q. Bu brendni biz sota olmaymiz, lekin bu brend biz uchun ochiq. Ya'ni bu brendni sotish huquqiga egamiz Amazon tarafdan, agar bunday olib qaraydigan bo'lsak. Lekin ertaga misol uchun qanaqadir muammo bo'lib, Yeti brendi sizlarga nisbatan complain qiladigan bo'lsa, ya'ni жалоба qiladigan bo'lsa, shunda sizlarni listinginglar под угрозой bo'lib qoladi yoki вообще akkauntinglarni yopilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunaqa narsa bilan riskovat qilmasdan, lutshi bunaqa narsani prosta o'tkazib yuborganimiz ma'qul. Biz qiladigan ishimiz Yeti brendi nomini olamiz, Advanced filter bosamiz, pastga tushamiz. Bundan oldin bo'lgan darsimizda gapirganimdek, brendni ichidan none of Yeti qilamiz va umuman olib tashlaymiz. Ya'ni Yeti brendini produksiyasini biz umuman olib tashladik. Keyingi qiladigan ishimiz bu socket. Mana ko'ryapsizlar, socket degan produksiya. Bu ham xuddi shunaqa. Buybox FBA, lekin Buybox Seller socket turibdi. Ya'ni biz sizlar bilan hozir bizga nariga o'zi Amazonning o'zini listingi orqali ko'rganimiz ma'qulroq, chunki sizlar ozgina tushunishinglar uchun. Keyinchalik biz uni Keepa orqali ham ko'rishimiz mumkin. Bu ancha oson bo'ladi. Ko'ryapsizlar, ships from Amazon turibdi, sold by socket. Ya'ni bu brend ham o'zini produksiyasini o'zi sotyapti. Shuning uchun biz buni ham olib tashlaymiz. Ertaga muammo bo'lmasligi uchun.
soketda olib tashladik. Keyingisi Termos brendi, lekin kimdir boshqa odam sotyapti. Tekshiramiz. Ko'ryapsizlar, Amazon sotmayapti bu narsani. Qanaqadir prosta boshqa odam, bizga o'xshagan odam sotyapti. Buni o'zimiz uchun tekshiramiz. Bu narsani biz sota olamizmi, yo'qmi? Men buni tekshirgan edim. Hozir topib berishga harakat qilaman sizlarga. Mana ko'rayotganingizdek, bu produksiyani apply to sell qilib, mana biz o'zimizga asinkasini qo'yib, submit qilganimda apply to sell turibdi. Va apply to sell qilganimdan keyin menga bu brend invoice so'radi. Bunaqa invoice so'raydigan, ya'ni bizda hozir 3 ta har xil anaqa chiqishi mumkin. Sirazu sotuv imkoniga ega invoice so'raydi yoki qanaqadir video so'rashi mumkin. Videoni ko'rgin, keyin sota olishsan deyishi mumkin. Biza bunaqa paytda agar bizdan invoice so'rayotgan bo'lsa, o'zimizga yozib qo'yamiz. Bunga ruxsat bor, faqat invoice kerak deb. Invoice qanaqa qilib qilishni keyingi darslarimizda обязательно aytib o'tamiz. Biza hozir sizlar bilan filtr qilib o'zimizni filtratsiyani, ya'ni sota oladigan mahsulotlarimizni spiskasini chiqaryapmiz. Keyingi darslarimizda уже biz sizlar bilan поставщикini qanaqa qilib qidiramiz va qanaqa qilib invoicelarni tayyorlashimiz haqida aytib o'tamiz. Buni tushundik. Okey. Termos qoldi. Keyingisi ko'ryapsizlar, mana stiklanniy produkt, ya'ni shishali produkt. Bu narsani biz sotmaganimiz ma'qul. Ya'ni biz o'zimizni nima deydi, experience'imizda biz sotmaymiz bu narsani. Shuning uchun sizlarga ham maslahat bermaymiz. Yetib borguncha sinishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, returnli bo'lishi mumkin. Maslahatimiz sotmaydi. Chunki bu produksiya juda ham nozik produksiya. Endi bu narsani olib tashlashimiz uchun biz ikkita yo'l tutishimiz mumkin. Birinchisi, bu tipi bo'yicha filtr qo'yamiz. Ikkinchisi, bu kategoriyasi bo'yicha filtr qo'yamiz. Ya'ni biza Libey produksiyani, Libey brendini hamma produksiyasini sotmaymiz demoqchi emas biza. Lekin Libeyda misol uchun boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Biza ayni shu glass produksiyasini sotmoqchi emas biz. Buning uchun biz nima qilamiz? Biz birinchi kategoriyalarni daraxtini qaraymiz. Ya'ni home and kitchenning ichida bo'ladigan qanaqa kategoriyalarga kirgan yana. Dining bor ekan, glassware bor ekan, ko'ryapsizlar. Mixed drinkware sets bor ekan. Hozir sizlar bilan qiladigan ishimiz glassware and drinkware olib tashlaymiz. Biz sizlar bilan tipiga yozsak bo'ladi bu narsani. Lekin biz aniq bilganimiz uchun qaysi subkategoriyasini olib tashlash kerakligini exclude subcategoriesga o'sha narsani yozamiz. Glassware and drinkware. Ko'ryapsizlar, 28 mingta tovarimiz qoldi. Mana bizning produksiyamiz ketdi. Endi keyingisi yana bitta tovar. Bu qanaqadir shkaf ekan. Tekshiramiz. Okey. Ihat degan kompaniya sotayotgan ekan. Brand Furino. Lekin Amazondan sotayotgan ekan. Lekin ishlatilganini. Endi bunaqa paytda biz в принципе inobatga olsak bo'ladi bu narsani, lekin hozirgi paytda sizlar hali fresh account sizlarda, o'shaning uchun yangi account bo'lgani uchun biz maslahat bermaymiz. Ras Amazon bormi ichida, o'shaning uchun u qo'shilmasligi kerak. Lekin данный moment bu brend o'zi ko'rayotganingizdek o'zi sotmayapti bu tovarni. Kimdir boshqa odam sotyapti. В принципе bu bilan ishlasa bo'ladi, bu listing bilan. Va bir kishi emas sotayotganlar.
Okey. Xo'p, ko'rayotganinglardek dalshi, ya'ni mana brend nomi Contigo Amazon sotyapti. Amazon sotyapti. Amazon sotyapti. Amazon sotyapti. Ya'ni bu bitta brend. Bu yerdan biza Contigoni umuman olib tashlasak bo'ladi. Chunki Amazon sotayotgani uchun bu narsani. Olib tashladik. Xuddi shu ko'rinishda. Mana sizlar bilan agar eslasanglar bu narsa haqida gaplashgan edik. Mana jalyuzilar, ya'ni jalyuzilar bizga kerak emas. Xuddi shu ko'rinishda, xuddi shunaqa usulda o'zingizlarga shu 30 mingta chiqqan tovarlardan filtrovat qilib, kolичествосini kamaytirib, kerak emas tovarlarni olib tashlab spiska tuzasizlar. Va spiska tuzganingizdan keyin keyingi darslarimizda o'sha spiskalarga nisbatan qanaqa qilib o'sha поставщикка topishni o'rgatib o'tamiz. Bugungi darsimiz tugadi. Boringlarga shukr. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.